Do'stlar, va'da qilganimizdek bugun 3-may mana Surxon arenadamiz do'stlar. To'liq safdamiz bugun. Kassaga mana Surxon arenada. Bugun Paxtakorni qabul qilamiz bugun. Jiddiy raqib o'ziga yarasha. Paxtakor hozircha 2-o'rinda turnir jadvali bo'yicha. Biz 12-o'rinda. Nasib bo'lsa, shotni bilmayman, shu nichiya bo'lsa ham bizni qoniqtiradi bu o'yin. Aniq hisob menimcha 1-1 bo'ladi agar 2-1 ga Paxtakor urib olmasa agar 1-1 da ushlashga harakat qilamiz bugun. Alisher aka, bugungi o'yin haqida qisqacha. Bu Paxtakor yutadi xolos. Paxtakor yutadimi? Lekin baribir Surxonga muxlislik qilaveramiz. Paxtakor kuchli yutadi deb hazillashdim. Balki yutar. Balki Paxtakor yutar. kuchli lekin baribir. Hisob nechi bo'ladi deb o'ylaysiz? 1-3 ha? Paxtakor foydasiga. 0-3 yo 1-3. Ana keldik do'stlar. Futbolga umuman qiziqmaydiganlar uchun sariq rangdagi Surxon jamoasi, oq rangda Paxtakor jamoasi. Bugun ko'proq muxlislar tashrif buyurishgan. Mana do'stlar, aka o'yin nechi bo'ladi? 1-1. 1-1 mi? Sunnat. Nechi o'yin? Paxtakor yutadi 2-1. 2-1. A few moments later. Paxtakorga gol! Молодцы! Xavfli jarima zarbasi bo'ldi. Yurmoqchi mana bu. Bizga kuchi. Afsuski 1-1 bo'ldi. 1-1 degandim-ku 1-1 bo'ladi deb. Oxirgi minutlar endi sabr qilamiz. Oxirini cho'zib o'tirmayman. Hisob 1-1 bo'ldi aytganimdek. Nicha ham bizni qoniqtirdi do'stlar. Sog' bo'lasizlar.